Kafil tanlayotganda eng birinchi muammo bilasizlarmi nimada? Hozir o'sha haqida gaplashamiz. Juda ko'p insonlar kafil tanlayotganda juda ham ikkilanadi. Qaysi kafildan qildirsam zo'r chiqadi deb o'ylashadi. Aslida o'zi hamma kafillarda ham tanlaganingizda zo'r chiqadi, lekin ustiga ham bog'liq bo'ladi. Keramik granitlarning sifatini qanaqa tekshiramiz? Birinchidan keramik granitni olasiz. Shunda yoniga bundoq qarasangiz, qorni bor keramik granitlar bo'ladi, qorni yo'q keramik granitlar bo'ladi. Men bu gapim bilan qorni bor keramik granitlardan ishingiz zo'r chiqmaydi deb aytmayman. Aslida o'zi ustiga ham bog'liq bo'ladi. Keramik granitni sanuzellarni chiroyli chiqarish, qanaqa fakturada, qanaqa teksturada bo'lishidan qat'iy nazar hammaga o'zi har xil tekstura, har xil faktura yoqadi. Kimgadir ochiq yoqadi, kimgadir to'q yoqadi. O'shanga qarab sanuzelingizni dizaynni chiqarsangiz bo'ladi. Agar siz sanuzelga kafil tanlayotganda dizaynni tanlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, biz sizlarga oddiygina yordam beramiz. Keramik granitlarimizni obrazes hisobida sizlarga olib borib beramiz. Shunda keramik granitni devoringizga qo'yib, bemalol dizaynni qanaqa chiqishini oldindan ko'ra bilsanglar bo'ladi. Shunga qarab ishinglarni bitirsanglar bo'ladi. Bunaqa sifatli keramik granitlar va sifatli ustalarni qidirib yurgan bo'lsanglar, Rabosa Conceptga murojaat qilaverasizlar.